Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, hududlarning iqtisodiy salohiyatini to'liq ishga solish hamda boshqaruv tizimida zamonaviy tahliliy yondashuvlarni keng joriy etish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadda Samarqand shahrida Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi hamda Milliy statistika qo'mitasi hamkorligida mahalliy hokimliklar rahbarlari va ularning o'rinbosarlari uchun yalpi hududiy mahsulotni tahlil qilish va hududiy iqtisodiy rivojlanishni baholash mavzusida Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Seminarning ochilish marosimida viloyat hokimi Adiz Babayev ishtirok etib, hududlarni kompleks rivojlantirishda aniq strategik ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish muhimligini alohida ta'kidladi. Mashg'ulotlarda respublikaning yetakchi iqtisodchi olimlari hamda ekspertlari tomonidan yalpi hududiy mahsulotning iqtisodiy mazmuni, uni hisoblash usullari, hududlarda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillar hamda zamonaviy tahlil metodlari yuzasidan batafsil ma'ruzalar qilindi. Seminar ishtirokchilari nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy misollar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, hududlarning rivojlanish salohiyatini baholash hamda istiqbolli loyihalarni shakllantirish bo'yicha ham tajriba almashishdi. Seminarda bizga har bir tuman shaharni rivojlantirish, yalpi ichki mahsulot yaratish va ko'rsatkichlar bilan ishlash, buning mohiyati to'g'risida fikrlar bildirildi. Albatta, bugungi kunda mana shu iqtisodiyotni asosiy nuqtalari bu sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligini tashkil etadigan bo'lsa, albatta biz hududni rivojlantirishda iqtisodiyotni real o'sish nuqtalari, zaif nuqtalar va zaxiralar bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, har bir hududning o'ziga xos ishlab chiqarish mahsulotlari bor. Bunda biz agar faqatgina statistik ko'rsatkichlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz adashgan bo'lamiz. Nimaga desangiz, demak, reja va topshiriqlar juda ham ko'p va buning ichida juda ko'plab statistik ko'rsatkichlar bilan ishlaymiz. Lekin biz bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, mahsulot ishlab chiqarish, sanoat korxonalarini rivojlantirishda, ya'ni sanoat korxonalarini hajmi tushib ketish holatlari, nol quvvatga tushib qolishi yoki yarim quvvatda ishlash holatlari ham uchrab turibdi. Bunda albatta bugungi kunda bozor, sanoat juda ham raqobat kuchaygan. Biz chunki bugun bozorga turli ishlab chiqarishlar kirib kelyapti. Chetdan, xorijiydan, o'zimizda masalan mahalliy ishlab chiqaruvchilar. Agar biz mana shu tadbirkorlar bilan jiddiy yondoshib, ya'ni ilmiy yondoshgan holda ishlamasak, ko'p narsani yo'qotib qo'yishimizni tushunib yetdik. Seminar davomida yalpi qo'shilgan qiymat, oraliq iste'mol, deflyator, nominal va real iqtisodiy o'sish kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning mazmuni ham batafsil tushuntirildi. Shuningdek, investitsiyalar, sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, bandlik hamda yashirin iqtisodiyotning yalpi hududiy mahsulotga ta'siri yuzasidan interaktiv mashg'ulotlar tashkil etildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, iqtisodiy ko'rsatkichlarni chuqur tahlil qilish, hududlarda mavjud ichki imkoniyatlarni aniqlash, investitsiya muhitini yaxshilash hamda yangi ish o'rinlari yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Seminar treningida bugun hokimliklar va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari mas'ul xodimlarini bugun mana shu yalpi hududiy mahsulotning iqtisodiy mohiyati, uni shakllantiruvchi omillar, hisoblash usullari hamda yalpi hududiy mahsulot o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni oshirish maqsadida bugungi seminar trening tashkil etilgan. Shuningdek, yalpi hududiy mahsulotni ko'paytirish imkoniyatlarini aniqlash, hududiy iqtisodiy salohiyatni baholash, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda mana shu ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha mahalliy hokimliklarga bugun mana shunaqa bir treninglar o'tkazilyapti. Albatta, bu kelgusida shu mahalliy hokimliklarni va ijro etuvchi organlarni, shuningdek iqtisodiy kompleksning oldida turgan vazifalarni qanchalik o'zini samaradorligi bilan boshqarish bo'yicha ishlarni tashkil etishda mana shu bugungi olgan ko'nikmalari ertaga o'zlariga kerak bo'ladi degan umiddamiz.
Seminar yakunida ishtirokchilar yalpi hududiy mahsulotni oshirishning yangi imkoniyatlarini aniqlash, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, hududiy iqtisodiy salohiyatni to'liq safarbar etish hamda zamonaviy tahliliy yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etish yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Bunday o'quv-amaliy seminarlar hududlarda iqtisodiy boshqaruv samaradorligini oshirish, statistik ma'lumotlardan oqilona foydalanish hamda aholining turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.